Bu videoda siz uy sharoitida yurakka kuch beruvchi 5 ta narsani bilib olasiz va eng muhimi qaysi mahsulotni qachon va qanday iste'mol qilish kerakligini ham tushunasiz. Agar sizda tez charchash, yurak urishining tezlashishi yoki qon bosimi bilan muammolar bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Sizlar bilan Zarmet Pratiksha Universitet klinikasi. Sog'liq bo'yicha foydali ma'lumotlar uchun bizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Birinchi mahsulot bu lavlagi sharbati. Bu yurak uchun eng kuchli tabiiy vositalardan biri hisoblanadi. Lavlagi tarkibida nitrat moddalar bor. Ular organizmda azot oksidiga aylanib, qon tomirlarini kengaytiradi. Natijada qon bosimi tushadi, yurakka tushadigan yuk kamayadi va qon aylanishi yaxshilanadi. Eng muhim jihati bu tabiiy va xavfsiz usul. Qanday ichish kerak? Ertalab qoringa 1 stakan, taxminan 200 ml, haftasiga 4-5 marta ichish yetarli. Ikkinchi narsa yong'oq va bodom. Bu mahsulotlar yurak uchun juda foydali yog'larga boy. Ular tarkibidagi omega 3 moddasi qon tomirlarini mustahkamlaydi va yomon xolesterinni kamaytiradi. Bu esa yurak kasalliklari xavfini sezilarli darajada kamaytiradi. Qanday iste'mol qilish kerak? Kuniga 5-6 dona yong'oq yoki bodom yetarli. Eng yaxshi vaqt nonushtadan keyin yoki kunduzi. Eng muhimi me'yorni oshirmaslik. Uchinchi narsa bu oddiy yurish. Lekin bu oddiy ko'ringan narsa yurak uchun juda muhim. Yurak bu mushak. U harakat qilganda kuchayadi, harakatsizlikda esa zaiflashadi. Har kuni 20-30 daqiqa tez yurish yurak mushagini mustahkamlaydi, qon aylanishini yaxshilaydi va bosimni normallashtiradi. Muhim jihati yurish tezligi. Siz yurganingizda nafas biroz tezlashishi kerak. To'rtinchi narsa sarimsoq. Bu oddiy mahsulot, lekin yurak uchun juda foydali. Sarimsoq qon bosimini tushirishga va qon tomirlarini tozalashga yordam beradi. Bundan tashqari, u qon ivishini ham biroz kamaytiradi. Bu esa tromb hosil bo'lish xavfini pasaytiradi. Qanday iste'mol qilish kerak? Kuniga 1 dona xom sarimsoq yetarli. Uni ovqat bilan yoki ertalab iste'mol qilish mumkin. Beshinchi narsa uyqu. Bu ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin juda muhim faktor. Uyqu vaqtida yurak dam oladi va organizm tiklanadi. Agar siz kam uxlasangiz, qon bosimi oshadi va yurakka yuk ortadi. Shu sababli har kuni kamida 7-8 soat uxlash juda muhim. Eng yaxshi variant har kuni bir xil vaqtda uxlash va uyg'onish. Yana bir muhim narsani unutmang. Bu usullar yurakni qo'llab-quvvatlaydi, lekin mavjud kasallikni to'liq davolamaydi. Agar sizda ko'krak og'rig'i, bosim muammosi yoki yurak urishida o'zgarishlar bo'lsa, bu allaqachon signal. Eng to'g'ri yo'l bunday holatlarda vaqtni boy bermasdan shifokor ko'rigidan o'tish. Zarmet Pratiksha Universitet klinikasida siz yuragingizni zamonaviy uskunalar yordamida to'liq tekshirtirishingiz mumkin. Klinikamizda barcha kardiologlar oliy toifali, katta tajribaga ega mutaxassislar bo'lib, har bir bemorga individual yondashuv asosida tashxis qo'yiladi. Agar siz Samarqandda bo'lsangiz, yuragingizni ishonchli qo'llarga topshiring. Siz muammoni erta bosqichda aniqlab, to'g'ri davolashni boshlashingiz mumkin. Manzil va aloqa raqamlari pastda qoldirilgan. Hoziroq ro'yxatdan o'ting. Unutmang, yurak bu hayotingiz markazi. Uni bugun asrang. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying.